Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Uning yuzini ilgari ko'rgansiz. Ehtimol, uyqu falajining og'ir holati paytida. Tashqi ko'rinishi har safar biroz farq qilishi mumkin, ammo ba'zi belgilari doim mavjud. U keksa odamga o'xshaydi. Uning tegishi yo'lidagi hamma narsani yemiradi. U o'ljasini hazm qilish uchun jirkanch, qora shilimshiq modda hosil qiladi va u chiriydi. Ko'rinishidan qat'iy nazar, u doim parchalanish bosqichida. Kulrang teri, suyakdan ko'chgan ko'zlari, xira, ammo yovuz, keng og'iz tishi, vahimali jilmaygan. Bu mavjudotni tutish juda qiyin. Yemiruvchan xossalari qattiq jismlarga singib ketish va o'z o'lchamiga g'oyib bo'lish qobiliyati uni xavfli va kutilmagan tahdidga aylantiradi. Chirishning hidi va atrofdagi yuzalarda ko'zga tashlanadigan yemirilish belgilari. Chol ularni chirigan qo'llari bilan ushlab, og'riqli, dahshatli o'limga sudrab ketishdan oldin insonni faqat bir ogohlantirish oladi. Bu ularni og'riqli, dahshatli o'limga olib ketadi. Eng dahshatli savol, u qayerdan paydo bo'lgan? 2000-yil Dr. Robert Scranton va uning rafiqasi Dr. Anna Lang SCP fondidan Site-120 ning bosh tadqiqotchilari. Baxtli turmush davomida ular Lang Scranton stabilizator deb nomlangan erta prototip haqida langar qurilmasi ustida ishlamoqda. Ofisda ko'p kechalar ishlash va nazariyani qayta ko'rib chiqishdan so'ng u nihoyat sinovga tayyor. Dr. Scranton Reality Lab A'da turibdi. Dr. Lang yaqin xonadan kuzatmoqda. U har safar LSS ni sinaganida qilgan ishini takrorlab, tugmachalar va richaglar qatoridan yurib, har birini bosib va burib qo'ydi. Kichkina qizil chiroq mikrofon uning har bir so'zini yozayotganini bilardi. To'satdan yerning chuqur qismidan past gumburlagan ovoz eshitildi. Oyoq ostidagi yer silkina boshladi va Dr. Scranton qoqilib, muvozanatini yo'qotdi. Yer silkinib larzaga keldi. U LSS-2 silkinayotganda qismlari sinib tushayotganini eshitdi. Yaqinda Dr. Lang monitori o'chadi. Zilzila xavfsizlik tizimini ishdan chiqardi. Tez orada hamma narsa dabdala bo'ladi. Robert, u baqirib eshikka yugurdi, erini polda ko'rishdan qo'rqib. Ammo ular xonadan hech nima topolmaydilar. To'g'rirog'i butunlay bo'sh emas, xona to's-to'polon, asboblar sochilib yotibdi. Kuygan plastik hidi bor, ammo Lang Scranton Scrambler'ning boshqaruv paneli va Dr. Robert Scranton hech qayerda topilmadi. Dr. Lang to'satdan bo'sh xonada tiz cho'kib, umidsizlik bilan polga uradi. U qayerga ketdi? U baqirdi, lekin albatta javobni hech kim bilmaydi. Hech kim o'ylaganini aytishni xohlamaydi. Qayerda bo'lmasin, Dr. Scranton ehtimol vafot etgan, ehtimol uzoq vaqt oldin ketgan va qaytib kelmaydi. Ammo hech kim buni ovoz chiqarib aytmaydi. Ular keyingi 5 yil, 11 oy va 21 kun davomida shuni o'ylashadi. Vaqt o'tadi va ko'pchilik Dr. Robert Scranton haqida unutadi. Albatta, Dr. Anna Langdan tashqari hamma. U umidini yo'qotmadi. Sevgisi boshqa dunyoda tirik ekaniga ishonadi. Bir kuni u uyg'onadi. 2005-yil 23-dekabr vaqti. Oddiy kun, faqat bayramlarga yaqinligi uni bezovta qiladi. Ammo kunning o'rtasida kutilmagan hodisa yuz beradi. LSS boshqaruv paneli Reality Lab A'da qayta paydo bo'ladi. Lekin u hech kim oxirgi ko'rganidek emas. U noma'lum organik modda bilan qoplangan. Qon, qusish va chirishning hidini taratadi. Hamkasblari uni himoyalashga urinayotganda Dr. Anna Lang erining taqdirini bilish umidida hududga kirib boradi. Himoya maydoniga kirgach, u dahshatni yashira olmaydi. Yo Xudo, bu nima, bularning barchasi nima o'zi? Nima? Bu, yo Xudo, Robert. Bu senmi? Iltimos, yo'q, sen bo'lmagin. Robert, men o'ylagandim, bu qanday bo'lishi mumkin? Hamkasblari uni to'xtatishga urinishmoqda, biroq u Lang Scranton stabilizatori interfeysiga tegib, uni qayta hayotga qaytardi. Hali ham ishlayapti. Qandaydir yo'l bilan hali ham ishlayapti. Menga 2 yanvarda bo'lgan barcha voqea tarixini aytib ber.
Mashina undan parolni so'radi va u javob berayotganda ovozi titraydi. Parol, Anna Babanna. Parol qabul qilindi, qayta ishlamoqda. Mashina javob berdi. Kechirasiz, 2000-yil 2-yanvar uchun audio jurnallar yo'q. Dr. Scranton ovoz tanib olish orqali 2000-yil 13-yanvar kuni jurnallarga kirishgan. Anna mashinaga qo'llarini urib, "Endi tingla, jin ursin, tingla" deb qichqirdi. Uning tadqiqotchisi unga materialga qo'li bilan tegmaslik haqida ogohlantirdi, biroq u eshitmadi. U juda baland ovozda qichqirardi. "Bu yerda juda ko'p qon bor, juda ko'p. Azizim, yaxshimisiz? Qayerga borgansiz?" "Yo Xudo, yo Xudo." Kichik metal narsa polga tushib, balchiqda yo'qoldi. U uni olib xalatiga artdi va yorug'likka tutdi. U buni qayerda bo'lmasin tanirdi. Uni hayotining eng baxtli kunida sevgilisining barmog'iga taqqandi. Bu Robertning nikoh uzviga edi. Buni anglab tizzalari bukildi, yerga yiqilib boshi polga urildi. Hamkasblaridan biri darhol harakatga tushdi. "Bu doktor Matthew Sanker, Reality Lab Adan xabar bermoqda. Bu yerda zudlik bilan yordam kerak." Doktor Lang o'ziga kelgach, boshqaruv paneliga kirishni talab qildi. U audio yozuvlarni birma-bir tekshirib, eriga nima bo'lganini aniqlaydi. Qurilma ishga tushdi. Yo'qotgan sevgilisining ovozi eshitildi. Ismi Robert Scranton, yosh 39 da, tug'ilgan sana 19-sentyabr 1961-yil. Sevimli rangi ko'k, sevimli qo'shig'i ibodat bilan yashash, rafiqasi Anna. Uning yashil ko'zlari bor va uning ko'z oynagi ham. Men uni juda yaxshi ko'raman. U bu oddiy haqiqatlarni kunlab o'ziga takrorlardi. Boshqaruv paneli ovozini ilg'ayotganini sezmay, "Ismim Robert Scranton. Men Robert Scranton, Foundation Site 120 ning sobiq tadqiqotchisiman. Bu bilmayman, aslida eslay olmayman. Taxminan 10 kun bo'ldi, lekin qila olmayman. Men ilojim yo'q. Meni birov eshityaptimi?" "Yo Xudo, bu yerda kimdir bormi?" Men bilmayman. Bu yerda aniq hech kim yo'q. Hey, kim bor? Ha, bu yerda hech kim yo'q. Hey, kim bor? U vaqtni iloji boricha kuzatib borishni boshladi. 2 hafta, 3 kun, 7 soat, 58 daqiqa. Yo Xudoyim. Jamg'armada Dr. Scranton qayerdaligini ozgina bilib, xodimlar qutqaruv ishlarini amalga oshirishga harakat qilishdi. MTF guruhiga Lang Scranton stabilizator nusxasi bilan tajribani takrorlash buyurildi. Natijada 3 ta odam o'ldirilgan, portlash sodir bo'ldi. Katta olimlar SCP-343 ga, ba'zilar iblis deb ataydigan kuchli reallik o'zgaruvchiga murojaat qilishdi. Dr. Scrantonni topish haqida ma'lumot olish umidida. U endi hammamizdan tashqarida. Men chindan ham chuqur afsusdaman. Anna yomon tushlar ko'ra boshladi. U to'shakda ag'darilib, sevimli Robertini zulmat yutgan ko'rinishlardan azoblanardi. Uning tushlarida g'alati bir sharpa paydo bo'la boshlaydi. Dahshatli chirigan yuzli odam. U kechasi yonidagi stolga qaradi. Soatdagi raqamlar xira ko'rinardi. U yerda saqlangan o'zi va Robertning surati. Rasmda nimadir noto'g'ri. Uning yuzi bilan noto'g'ri. Bu o'sha dahshatli chirigan odammi? U qichqirdi va ko'zlarini yumdi. Ularni ochganda surat yana normal holatda. U juda ham qattiq yig'lar edi. Bu shunday davom etishi mumkin emas. Bu joy, bu qandaydir reallik bo'shlig'i. Menimcha, agar e'tibor bermasam hammasi joyda. Lekin yuzim g'alati jimirlab turibdi. 2 oy u 15 kun. Anna dahshatli haqiqatni qabul qila boshladi. U Robertni qayta ko'rmasligi mumkin. Bu behuda umidga yopishish uni halok qilmoqda. U buni ishda o'ziga qayta takrorlayverdi. Robert Scranton o'ldi. Robert Scranton o'ldi. Bir kuni hamkasbi uning pichirlashini sezib gap boshladi. Robert yo'qolganiga yillar bo'ldi. Yana birov bilan gaplashishning nima zarari bor? U hatto kulib yubordi. Lekin qahvaga taklif etilgach, Robert qorong'ulikda qichqirgani esiga tushdi. Chirigan yuz, tirjayganini ko'rib, hojatxonaga qayt qilgani yugurdi.
Yuzimdagi jimirlab turish kuchaydi. Shu yerda uxlasam edi, lekin bu qulaylik jonga tegdi. Bardosh bera olmayman. Transhe oyog'i, snaryad shoki. Bu yerda do'zax ham rohat bo'lardi. Menga qaraydigan askarlar meni kapral deb chaqirardi. Bu yerda nima bo'layotganini bilmayman deb o'ylash qanday ahmoqlik. Bu yerda nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Anna buni uning ovozidan sezdi. U charchamoqda. Anna his-tuyg'ulari so'nayotganini sezib, xavfli topshiriqlarni qabul qildi. U SCP-682 ishi ustida ishlaydi. Behuda yo'q qilish usullarini o'ylaydi. U SCP-939 bilan vaqt o'tkazadi. Ular Robert ovozini taqlid qilgunicha. U SCP-280 bilan ishlaydi. Qo'rquvni his qilmay unga yaqinlashadi. Eng yomon narsa allaqachon sodir bo'lgan. Endi u shunchaki kutmoqda, vaqtni o'tkazmoqda. U kelajakdagi dahshatlardan bexabar. To'g'risi u bu zerikarli hayotdan va dahshatli hayotdan juda ham charchagan. Faqatgina yashab yuribdi xolos. Menga yaqin qorong'u joyda shivirlashlar eshityapman. Kalamushlar men bilan gaplashayotganga o'xshaydi. Qizig'i, askarlarim meni telba deb o'ylasa kerak. Buning nima ahamiyati bor? Bu telba joy, telba davr, telba odam bunday davrga eng mos keladi. Kecha ko'plar hujumga o'tdi. Pulemyot o'tida qirilib ketdi. G'alati, shunday paytda kulganman. To'g'rimi? Bu kulishim to'g'rimi? Juda kulgili edi. Balki bu ruhiy xastalik, jismoniy kasallik bilan bog'liqdir. Bu bo'layotgan narsalar juda ham g'alati. Burun qonashi va qusish holatlari, g'alati qora suyuqlik tekkanda ozgina nordon, lekin shunday lazzatli, juda qiziq. Askarlarim menga kasal ko'rinishimni aytishadi. Go'yo bu ahvol yaxshidek. Balki kechasi ularning xonasiga kirib, ko'ngillarini ko'tarishni o'rgatarman. Hech biri endi kulmaydigan bo'ldi. Men esa doim kulib yuraman. Bu qo'rqoqlarga ham kulishni o'rgataman. Ha, bu yaxshi fikr. Hammamiz kulishimiz shart. Ha, endi barchasi kuladi. Anna u ko'proq yozuvlarni tinglab, bu endi u emasligini tushunadi. U bilgan odam emas, endi u boshqacha narsaga aylangan. Anna bu bo'layotgan voqealardan juda ham zerikdi. Boshqalar hammasi o'lgan. Ularni o'ldirish og'ir ish bo'ldi. Men ularni xandaq bo'ylab ta'qib qildim. Ularning mayda o'qlari menga ta'sir qilmadi. Hatto ular otgan pulemyotlarni ham ba'zilari menga ta'sir qilmadi. Voy, yo'q. Yo'q. Yuzlaridagi ifodani ko'rsangiz edi, meni ko'rib qanday baqirishdi. Yaqinlashganimda qo'rquvlarini his etish qanday zavq berar edi. Ular meni ko'rganida juda ham qo'rquvga tushib, mana shunday deb baqirardi. Sen nimasan, dahshatli chol. Men ularga o'zimni ko'rsatdim. Endi devorlardan o'ta olaman, xohlagancha ko'ngil ochaman. Ha. Endi menga hech narsa ta'sir qilmaydi. Men esa hammani xafa qila olaman. Urush tugagach uyga qaytaman. Sevgilim oldiga boraman. U meni kutayotganini bilaman. Uni ko'rishni intizorlik bilan kutyapman. Uning go'zal yuzini silab, erkalab, uni sog'inganimni aytaman. Ha, u ham meni sog'ingan bo'lsa kerak. Uni yuzini siypalayman. Uni juda ham sog'indim. Sevgilim Anna sevgilisini shunday siniq holatda butunlay o'zgargan holda eshitish bu uning uchun juda og'ir. Ammo ish doim uni chaqiradi. U har kuni qaytadi. Bir kuni kechasi u kech o'tirib hujjatlar to'plamini ko'rib chiqayotganda g'alati ovoz eshitadi. G'alati tovush, tomchi. Orqasida polga qalin narsa tomchilab tushmoqda. Chirik hid burnini to'ldirib, ko'nglini aynittirdi. U o'girilib SCP-106 bilan yuzma-yuz keldi. U polga qaradi. Shilimshiq tomchilatib tekkan hamma narsa chirib ketardi. U qo'lini cho'zib, uni ushlashga intildi. U qutuldi, lekin uning tegishi xalatini eritib terisiga o'tish xavfini tug'dirdi. Bu paytda u go'yo uni tanigandek tikilib turardi. Anna baqirib laboratoriyadan iloji boricha tez chiqib ketdi. Qo'riqchi yordamga keldi. Cholga o'q uzdi, ammo o'qlar ta'sir qilmadi, hatto sekinlashtirmadi.
Chol qurolni soqchidan tortib oldi. Metal uning qo'lida zanglab, egilib, erib ketdi. So'ng u qo'riqchining yuziga o'zining yemiruvchi qo'lini tekkizdi. Anna bu manzaradan dahshatga tushib qichqirdi, ammo yordam bera olmadi. U faqat yugurishi va maxluq uni tutib olmasligiga umid qilishi mumkin. U iloji boricha tez yugurardi, lekin yoshi o'tgan, ko'p o'tirgani tufayli mushaklari qotib qolgan. Oyog'i noto'g'ri burchakda yerga tegib qoqilib yiqildi. U o'rnidan turdi, lekin atrofga qarasa nimadir juda g'alati. Atrof muhit o'zgarib ketgan. Bu tashkilot binosi, lekin aynan o'zi emas. Go'yo kimdir binoni xotiradan qayta qurgan. U barcha tafsilotlarni eslay olmagan. Keyin Anna yana o'sha tovushni eshitdi. Tomchi, tomchi, tomchi. U shu yerda, u aylanadi va o'sha dahshatli yuz unga juda yaqin turardi. U titrab orqaga chekinayotganda maxluq to'satdan gapirdi. Anna. U o'lishi muqarrarligini aniq bildi. Robert Scranton bo'lgan maxluq qo'lini cho'zib Annaning yuzini siladi. Terisi eriy boshlaganida Anna qichqirdi. Maxluq uni o'pdi, ichini mumday eritib yubordi. Ikki sevishganlar yana bir tanu bir jon bo'ldi. Janob, ammo bu dalillar yaxshi narsalar isrof bo'lmasin deymanda, mana va'da qilingan razvedka xizmati. Bosh konstebl Juanari sizga men ismim Bilol, akam Brendon va men SCP jamg'armasi dala agentlarimiz. Politsiya tergovi bizni qiziqtirmaydi. Bazamiz kichik, har qanday shubhali o'limni tekshiramiz. Ko'p hodisalar ahamiyatsiz. Biz har safar hamma narsani oxiriga yetganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Bizning ishimizmi? Meni ahmoq qilma. Hech kim uni o'ldirgani yo'q. U yiqilib bo'ynini sindirib olgan shunchaki. Cho'ntagingizdagi bo'yoq bilan tepaga grafik chizgani chiqqan, shu payt yiqilgan. Konstebl. Bosh konstebl. Bunday munosabat bilan uzoqqa bormaydi. Ketdik, Brendon, bekorga chaqiribdi. Men xohlamagandim. Bu o'smirlarda, bu bolalar bilan faqat muammo. Menikilar o'sdi. Ularga qum berib qo'ying. Hali qum sotib olmadim. Shu yerdan oling. Belkurak olishim kerak. Jenorson, bu yer qanday yaxshi joy edi-ya. Yoshligimiz shu yerda o'tgan. Yomon joy edi. Meni haydamang. Bu yerda eng baxtli tug'ilgan kunimni o'tkazganman. Nancy Miller bilan birinchi bazaga yetib keldik. Behuda bunday erta kelishdi. O'zingga xos uslubdasan, og'ayni, ketdikmi? Hisobot yozish kerak. G'ayritabiiy hech narsa yo'q, janob, hozircha. Yana ertalab xavotirli xabar keldi. Shahar tashqarisida, shimol-g'arbda IKEA qurilishi boshlanibdi. Ishchilar oilalari bilan yaqin treylerlarda yashashmoqda. Bolali ayoldan tashqari barcha qurilish shaharchasi aholisi o'lik topildi. Albatta bu voqea e'tiborsiz qolmadi. Qo'shimcha g'ayritabiiy hech narsa yo'q. Kimdir haddan oshib hammani o'ldirgan. Endi asabim buzilyapti. Bu safar omadimiz kelishiga ishonaman. Qara, Miss Bronira, Simona Kurs allaqachon bu yerda. Siz yo'lda ekanligingizda jasadlarni yuklashni buyurdim. Hammasini bo'yni singan. Qandaydir iz bormi? Hech qanday. Treylerda omon qolgan ayol, uni so'roq qilmoqchiman. Yaxshisi o'zimiz qilaylik. Lekin uni men topdim. Nimadir tushunarsiz, stajyor. Men stajyorlikdan chiqqanman. Salom xonim, ismim Brendon Van Camp. Bu esa Bilol. Keling, bo'lgan voqeani gaplashamiz. Hammasi qo'rqinchli filmdagidek edi. Bu haykal, yo xudoyim, beton haykal. Bu ayolning yig'isidan tushundik. Kechasi qishloqda xunuk bir haykal paydo bo'lib, hammani o'ldirgan. Xonim, nega u sizga tegmadi? Bilmayman, lekin bu qandaydir juda ham dahshat. Nima, menga ishonmayapsizmi? Xavotir olmang, xonim, biz aniqlaymiz.
Xonimning gaplari foydali bo'lishi mumkin, shuning uchun hozircha amneziyak ishlatilmadi. Uning hikoyasiga ishonmadim, lekin tekshirish kerak edi. Treylerlarda hech qanday iz topilmadi, qurilish maydonini ko'zdan kechirish qoldi. Simona, bo'sh qolganlar men bilan borsin. Men kiraverishni tekshirayotganda Brendon guruhni bino ichkarisiga kiritdi. Bu yerda g'alati narsa yo'qligiga ishonardim. Uzoq qolmaymiz, lekin birdan yo'q. Jenurson, nima bo'ldi? Doni, javob ber. Doni, javob ber. O'ngga, chapga, haykal. Bilol. Nima? Jenurson, men tushunmadim. Yo xudo, bu nimasi? Doni, qayerdasan? Bilol, men bu yerdaman. Voy, yo'q. Unga qara Bilol, faqat ko'zingni yumma. Nima? Tezroq, boshqa chida olmayman. Mayli, qarayapman. Jenurson, Doni nima bo'layotganini tushuntirasanmi? Yo xudo, sen qaramaganda u jonlanadi, shuning uchun ko'zingni yumma. Chaqmoqdek juda ham tez. Hamma yigitlarni u o'ldirdi. Yordam chaqiraman. Yordam kutayotgan paytda akam bilan birga navbat-navbatdan ko'z yumib turdik. Ko'zlarimiz charchagan va badbo'y hiddan achishib ketgan. Bu abadiylikdek tuyuldi. Va nihoyat xavfsizlik choralari bilan obyekt zonaga keltirildi. Doni ikkalamiz holdan toydik, lekin hali ishlarimiz ko'p. Juda charchagan ko'rinasan, kofe olib kelaman. Mayli. Rasm haqida nima deysan? Texnik muammolar tez tuzatiladi. Biz tayyor. Reggi, ishga tushir. Haykal ko'r subyektga hujum qilmadi. Aniqlansin. Jenurson, bu eng tez tajriba edi. Men nima degan edim? U chaqmoqdek tez. Ko'z oldimizda o'ldirdi. Hech narsani ko'rishga ulgurmadik. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Reggi, eshitaman xo'jayin. Kameraga 3 ta sarf materiallarni yuboring. Bu axlatdan namuna olishsin. Ularga aniq ko'rsatma bering. Ikkitasi doim obyektga qarab tursin. Bajaramiz. Axlatni laboratoriyada tekshirdik. Qon va najas aralashmasi ekan. Beton haykal buni qanday chiqaradi? Tushunmayapman. Uxlashim kerak. Nima hazillashyapsizlarmi? Brendon, nima bo'lyapti? Qo'riqchi baland qichqiriqni eshitib eshikni ochdi. Bu holatni sizga ko'rsata olmayman. Kamera aloqasi uzilgan. Nima qilishmoqchisan? Obyekt soqchini bo'g'di, u esa otib o'ldi. Buni ko'rishingiz kerak. Haykal ichida odam borga o'xshaydi. Biz haykalni yordik, g'alati, lekin ichida rostdan ham kimnidir jasadi bor ekan. Endi qon qayerdan kelgani aniq va bu yo xudo, qanday sassiq. Marhumning kimligini aniqlash kerak. Menimcha, u bizning obyektimiz. Haykalni sindirib, erkak jasadini oldik. Manzara yurak o'ynatadigan dahshat edi. Uni genetik tekshiruvga yuborishdi. Beton bo'laklari esa krematoriyada qoldi. Men uxlamoqchi edim, lekin Simona marhumni aniqlaganini aytdi. Norman Mitchell, qanday kutilmagan hodisa. Tirik qolgan Nelli Mitchellning eri ekanmi? Yana quruvchilar vagoniga borib ayol bilan gaplashishim kerak. Nega erim haqida so'rayapsiz? Ha, Norman shu qurilishda ishlaydi. U tufayli biz bu chuqurga tushib qoldik. U bir necha kundan beri ko'rinmayapti. Siz unga xabar bermadingizmi? Erim juda ham yaramas. Doim qizlar bilan aylanib, mast bo'lib uyga sudralib keladi. Qanday la'nat erkak. Bu qayerga? Krematoriyaga, g'alati obyektning bo'laklari. Pechka bilan ehtiyot bo'l, Doni. 3000 daraja hazildakamiz sig'i emas. Rahmat, Reggi. Yaxshisi o'zingga e'tibor ber.
Boshlaymiz. Jenurson juda issiq-ku. Bu yana nima? Jenurson, yo'q. Doni, senda hammasi yaxshimi? Jenurson. Gaplashgach, Norman oddiy odam ekani ma'lum bo'ldi. Unda hech qanday g'ayrioddiy holat yo'q. Shunchaki bu yerda bekordan vaqtimni o'tkazdim xolos. Endi harakatimizni yana ham kuchaytirishimiz kerak. Rahmat, Michel xonim. Eshitaman. Bilol, men Simona Krusman. Bizda g'alati hodisa sodir bo'ldi. Iltimos, tezda kelmasangiz bo'lmaydi. Hodisa? Qanday hodisa? Hozir boraman. Bu hammasi emas. Bu sizning ukangiz bilan bog'liq. Tezroq keling. Yo'ldaman. Hammasi qanday bo'ldi? Bu voqea yuz berganda Brendon shu yerda edi, qarang. La'nat haykal g'alati moddadan yasalgan ekan. Buni nima qilish mumkin-a? Obyekt qorovulni, keyin yana 3 tasini o'ldirib qochdi. Bu obyekt emas, meni akam. Uzr, meni kechir Bilol. Brendon Jenurson, bunday narsa har kimga bo'lishi mumkinligini bilar edim. Lekin senga bo'lishini o'ylamagandim. Hamma narsa tugaganday tuyuldi. Menda hech kim qolmadi. Brendon oilam edi. Uni qaytarish uchun hamma narsani qilishga tayyor edim. To'satdan Nelli Mitchell va uning o'g'lini esladim. Nima uchun haykal ularga tegmadi? Shu yerda menga savol keldi. Jenurson, hammasini to'g'rilayman. Simona, Norman Mitchellning jasadini yorib ko'rdingmi? Bilol, qo'ysangchi, ish boshqalarga topshirilgan. U qanday o'lgan? U bo'g'ilgan, o'pkasida beton changi to'plangan, lekin bu darrov nafasini bo'g'madi. U 5 soatcha beton orasida tirik nafas oldi. Shuning uchun haykal xotini va bolasiga tegmagan. Brendonni hali qutqara olamiz. U tirik. Guruh to'plab akamni qidirgani jo'nadim, lekin u qayerga borgan bo'lishi mumkin. Norman qurilishda haykal ichida yashiringan, go'yo u yerda najot izlagandek. Jenurson, bu yer bolaligimizdan beri ancha o'zgargan. Yaxshi joy edi. Men uchun esa yomon joy. Qo'ysangchi, bu yerda eng baxtli tug'ilgan kunimni o'tkazganman. Baribir bu yer ajoyib joy edi. Yigitlar, joylashib oldingizmi? Uni qayerdan qidirishni bilaman shekilli. Shoshilishimiz kerak, vaqtimiz oz qolgan. Umid qilamanki, tiriksan, Brendon. Esda tuting, ko'z aloqasi muhim. Obyektdan ko'z uzmang, shunda haykal sizga zarar yetkaza olmaydi. Jenurson, park juda ham katta, biz ulgurmaymiz. Noto'g'ri qaror ekanini tushundim, ammo tanlov yo'q edi. Jangchilarga bo'linib hamma joyni tekshirishni buyurdim. 15 daqiqa o'tmasdan otishma ovozini eshitdim. Yo'q, otmang. Brendonga tegib ketishi mumkin. Obyektni butunligicha qo'lga oling, iltimos. Men xato qilmadim. Brendon shu yerda, lekin haykalni to'xtatish qiyin bo'ladi. Brendon, akaginam, bardosh ber, men seni qutqaraman. Ahmoq, chirog'ingni o'chir. Jenurson, ikkalasiga ham qara. Ana u. Jenurson. Ehtiyot bo'l.
Graves, Stinson, aloqadamisiz? Javob bering. Yolg'iz qoldim shekilli, faqat men va bu la'nat haykal. Brendon tirik bo'lsa edi. Brendon, bu men, Bilolman. Bilaman, sen u yerdasan. Iltimos, menga tegma. To'xta aka. Meni eshityapsanmi? Ko'zlarim yoshlandi, bir-biriga yopishgan. Hatto o'yinlarni qo'ysangiz ham qancha vaqt uxlamadim. Menimcha endi hammasi tugadi. Yo'q, parkni eslang. Tug'ilgan kuningiz eslayapsizmi? Siz hali ketishni xohlamayapsiz, Bredli. Lekin menimcha men kechikdim. Akam yo'q edi va bu bir narsani anglatardi. Bu yerda nimalar bo'ldi? Bu odamlar nimalar? Janob, bizda mehmonlar bor. Ofitser Arias, siz yana kimsiz? Muhim emas. Zaharli moddaning sizib chiqishi bor edi va siz darhol emlashni olishingiz kerak. Janob, bu qonuniymi? Ha, bu qonun. Xo'sh, jasadlarni oling va 173-obyektning qismlarini unutmang. Biz ularni 19-maydonda qulflashimiz kerak. Kim biladi, bu narsa yana nimaga qodir? Bilol, Brendon, sizlar bilan ishlash men uchun sharaf bo'ldi. Nima qilyapmiz? Men ham bu yerda nima qilayotganimizni eslay olmayapman. Janob, bir daqiqa kutib turing. Siz qumni olishni xohladingiz. Jenursen, men kichik qum qutimga va'da bergan edim. Nega men bu ishni chalkashtirdingiz? Shu oddiy buyruqni ham bajara olmadingiz. Shunchaki bekorchi sifatida ishlamang, foydali ish qiling. Mana senga. Rodrigo, qayerdasan? Dada, u yerda g'alati qo'g'irchoq va u o'zidan harakat qilyapti. Bema'ni gapni gapirma. Men sen uchun qum qutisini yaratdim. Shuning uchun meni yolg'iz qoldir. Rodrigo. U tayyormi? Biroz kuch qo'shing. Xodim Dildova. Vladimir, eshityapsizmi? Ha, doktor Petrenko. Men qayerdaman? Juda yaxshi. Siz SCP fondida, ya'ni uydasiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi emas, boshim og'riyapti. Bu yerga qanday keldim? Yana qo'shing. Buni aniqlashimiz kerak. Vladimir, 3-marta nima bo'lganini eslaysizmi? Ha, 3-mart kuni o'lganing tug'ilgan kuni edi. Sovg'a qila olmadim. Siz bizni C zonasiga yubordingiz. U yer juda ham dahshatli edi. To'g'ri, u yerda DL1 va DL3 xodimlari bor edi. Perimetrni kesib o'tgach nima bo'ldi? Esimda, vertolyotga o'tirdik. Uzoq edi. O'lga xavotirda edi. Birinchi tajribasi edi.
Uni hayajonni yo'qotish uchun L1 protokolini unga tushuntirdim. U shundan keyin ancha o'ziga kelib qoldi. Chalg'itish uchun avval Herbie robotini yuborishdi. Masofadan kuzatishdi. Zonasini Herbie qishloqqa kirib, uyga kirdi. Ichkarida kasallar bor edi. Rasmlardagidek edi. Ular endi odamlarga o'xshamasdi. Shunchaki shishgan et parchalari, ba'zilari qimirlardi, ba'zilari qotib turardi. Herbie 5 ta mavjudotni ko'rdi. Bittasi katta, 4tasi kichik. Katta maxluq tarelkalarni qo'ydi. Ovqatlanishga tayyorgarlikdek. Yuzidagi o'simtalar tarelkalarga cho'zildi. Buraldi, ajraldi. Ular tarelkalarga tushdi. Kichkinalari esa stolga yaqinlashdi. Kattaning go'shtini olib, tanalaridagi teshikka tiqishdi. Qanday jirkanch! Rostdan juda jirkanch. Gap bunda emas, tushunyapsanmi? Ular odam emas, lekin xatti-harakat odamlarnikidek. Lekin ular nega robotga e'tibor bermadi? Bilmayman, ammo Herbie ketayotganda quduq yonida kichik maxluq uni ushladi. Video uzildi, robot qaytmadi. Nimadir g'alati. Demak, ular xavfli ekanda. Bu SCP ablahlar bizni hayotimizni qadrlamaydi. Ko'ramiz. Eng muhimi, men yonimdan ketma. Qizil chiroq yondi, pastga tushyapmiz. Tez orada C zonasiga yetib kelamiz. G'alati, lekin bu yerda 30 daraja issiq edi. Biroz yurgach, nima bo'layotganini tushundik. Dahshatli narsalar, tirik go'sht ustunlar ko'rindi. Ularda odam tanasining qismlarini ko'rish mumkin edi. Ustunlar turli teshiklardan issiq havo chiqardi. Shunday qilib, kasallanganlar o'zlariga qulay muhit yaratadi. Shu payt Smirnov aqldan ozganga o'xshardi. U juda issiqligini va kiyimini yechish kerakligini aytdi. Yo'q, mumkin emas, bu xavfli. Lekin kech bo'lgan edi. Smirnov himoya kiyimini yechib, ustunni ushlab oldi. Bunday issiqda kasallik juda tez tarqaladi. Uning tanasi o'simtalar bilan qoplanishini ko'rdik. U yiqilib, titrashni boshladi. Tezroq ketaylik, uni endi qutqarib bo'lmaydi. Olga haq edi. Smirnov allaqachon aqldan ozgan edi. Ahmoq chol. Uning ryukzagini olib yo'lga tushdik. Chorrahada burilib oldinda g'alati narsa ko'rdim. Quduq ustida kasallangan go'shtdan katta shar osilib turardi. Yaqinroq borib, uning ichida odam va hayvon jasadlari borligini ko'rdik. Shar tirgaklarda osilib sekin tepardi. Har bir spazmada teshiklardan sporalar otilib chiqib, asta yerga tushardi. Jinursin, bu nima o'zi, Volodya? O'ylashimcha, bu narsa infeksiya manbai. Unda nimani kutib o'tiribmiz? Shunday deb, Olga ryukzagini yechib, undan benzin idishini oldi. U sharni benzin bilan quydi va men uning niyatini tushundim. Men Smirnovning ryukzagidan raketa otkichini oldim. Olga bo'sh idishni uloqtirdi va biz nari ketdik. Qani uni yoqib tashlang. Men o't ochdim va shar bir zumda alangalanib ketdi. Shu zahoti atrofdan dahshatli chinqiriqlar eshitila boshladi. Biz tomonga zaharlanganlar kela boshladi. Jinursan, tezda bu yerdan ketishimiz kerak. Olga yugurib ketdi. Men yonayotgan sharga so'nggi bor qaradim va ketmoqchi edim. Ammo portlash sodir bo'ldi. Shar parchalarini sochildi. Portlash to'lqini meni yerga uloqtirdi. Men Olgani ko'rdim. U qo'rqib menga qarardi. Yo'q, faqat bu emas. Himoya kiyimim shikastlanganini ko'rdim. O'simtalar bilan qoplana boshladim. Yo xudoyim, bu kasallik menga ham yetib keldi. Olya, yordam ber. U faqat qo'rqib orqaga tisarildi. Ko'zlarim qorong'ulashdi. Oxirgi ko'rganim qochayotgan Olganing orqasi edi.
keyin nima bo'ldi Vladimir? La'nati. Yana unga tezda dori bering. Tez. Volodya, meni eshityapsanmi? Menga qara. Yo xudoyim, menga nima bo'lyapti? Chalg'ima, portlashdan keyin nima bo'ldi? Nega xavfli buyumlar kamerasidaman? Del 2 xodimi, davom eting. Portlashdan keyin nima bo'ldi? Keyin zulmat cho'kdi. Hamma yoq qop-qorong'u. Avvaliga o'zimga kelganimda qayerdaligimni bilmadim. Keyin xonaga bir ayol kirdi. Uni aytishicha, ismi Mariya ekan. Siz yaradorsiz, og'ir, ammo hozir hammasi joyida. Men qayerdaman? Qishloqda. Xavotir olmang, bu yerda sizga zarar yo'q. Mariya menga qandaydir issiq ichimlik keltirdi. Undan keyin o'zimni sog'lom his qila boshladim. O'rningizdan turing, hozir tushlik qilamiz. U ketdi. Men sakrab o'rnimdan turdim. Derazadan qaradim. Qishloq top-toza va qulay, xuddi rasmdagi kabi edi. Qiziq, qancha vaqt hushimni yo'qotgan ekanman. Keldingizmi? Mana siz ham o'tiring. Ovqatlarimiz oddiy qishloqcha, lekin bari o'zimizniki, tabiiy. Bolalar, dasturxonga. G'alati, bu vaziyat menga juda tanish tuyuldi. Buni qayerdadir ko'rganman. Mariya bergan taomni tatib ko'rdim. Jin ursin, bundan mazaligini oldin yemaganman. Nima balo, juda ham mazali. Yana aytgancha, shu lahzada o'zimni baxtli his qildim. Bunday xotirjamlikni ilgari his qilmaganman. Tashqaridan qishloq yanada go'zal edi. Ozoda uylar, yam-yashil maydonlar, tabassum qilgan odamlar. Xuddi jannatga tushgandek bo'ldim. Juda ham ajoyib edi. Quduq yonida g'alati narsani o'ynayotgan bir bolakayga ko'zim tushdi. Va unga yaqinlashdim. Bu xunuk mexanik narsa edi. U qishloqning go'zal manzarasiga mutlaqo mos kelmasdi. Jin ursin, shunday ajoyib qishloqni buzib turibdi. Buni qayerdan olding? U o'zi kelib qoldi. Endi bu mening o'yinchog'im. Oqsoqol aytishicha, uni yovuzlar yuborgan. Yovuzlar? Qanaqasiga? Oxirgi paytlarda qishlog'imizga hujum qilayotgan dushmanlar haqida gapiryapti. Orqamga o'girilib qarasam, navcha ozg'in cholni ko'rdim. U o'zini Ivan qishloq oqsoqoli deb tanishtirdi. Biroz suhbatlashdik. Ivan bu ajoyib joy haqida gapirdi. Bu yerni hamma yaxshi joyini bir chekkadan sanay boshladi. Bu yerda sizni yangi hayot kutmoqda. Axir siz shuni juda xohlagan edingiz. Biz bilan qolsangiz hammamiz xursand bo'lardik. Atrofda faqat samimiy tabassumlarni ko'rdim. Mariya qo'lini uzatdi. Men rad eta olmadim. Men qishloqda qolishga qaror qildim. Bu hayotimdagi eng baxtli kunlar edi. O'zimni xavfsiz joyda his qilardim. Biroq kutilmaganda falokat yuz berdi. Cherkov qo'ng'irog'i xavotirli jiringladi. Hey, nima bo'ldi? Maxluqlar, ular qishloqqa kelyapti. Men chetda tura olmadim, chunki bu endi mening ham uyim edi. Qishloq tashqarisida ularni ko'rdim. Bolakay to'g'ri aytibdi. Ular haqiqatan ham maxluqlar edi, dahshatli jonivorlar. Biz tomon kelar edi. Yaqinlashgach olov purkashdi, lekin biz qarshilik ko'rsatdik. Men oxirigacha jang qilishga tayyor edim, ammo shunda bir narsa sodir bo'ldi. Boshimda qattiq chaqnash bo'ldi va boshqacha ko'ra boshladim. Xuddi virtual ko'zoynakni yechgandek. Yirtqichlar o'rniga SCP jamg'arma askarlarini ko'rdim. Qo'llarida olov purkagichlar bilan birga edi. Orqaga o'girilib dahshatga tushdim. Ular yuqtirilgan haligi kasal maxluqlar edi. Ularni orqaga surishardi. Biz katta qorong'u g'orda edik. Atrofda yorqin dunyo yo'q edi. Bir lahza ikkilanib, hech narsa qilishga ulgurmadim. Meni ushlab olishdi. Rahmat, delik xodimi. Endi hammasi ma'lum. Menga nima bo'ldi? Hali tushunmadingmi, Vladimir? Sen endi inson emassan. Nima? Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. La'nati, bu mumkin emas. Sen yo'qolganingda kasal yuqtirganlarga vaqtincha ong qaytarish usulini topdik. Bizga faqat sinov obyekti kerak edi.
Tasodifan sen shunday bo'lib qolding. Lekin men nega kerakman? Sen yordam berishing kerak. Bu qishloqqa yadro zaryadini yetkazish kerak. Ularni yo'q qilasizlarmi? Axir ular bir paytlar odam bo'lgan-ku. Doim nimadir qurbon bo'lish kerak, Vladimir. Yo'q, men bunday qilmayman. Sen hali ham jamg'arma xodimisan. Bo'ysunmaslik uchun seni yo'q qilish kutilmoqda. Menga qarang, rostdan ham shunday ajoyib hayotni yo'q qilmoqchimisiz? Oля, sen qutulib qoldingmi? Salom Valodiya. Ha, menga omad kulib boqdi. Uzr, seni tashlab ketdim. Lekin seni qutqarib bo'lmas edi. Men faqat tug'ilgan kuningga sovg'a bera olmaganim achinarli xolos. Sen hali ulgurasan, faqat keyinroq. Meni C zonasiga jo'natishyapti. Petronka boshqa iloj qoldirmadi. Nima? Faqat bu la'nati bombani ko'taraman dema. Jin ursin. Mayli, unga roziman de. Bu hamma yoqni portlatishga yetadimi? Jin ursin hammasini. Albatta, bu qizaloq hamma narsani ag'dar-to'ntar qiladi. Xo'sh, deyarlikki, fikringni o'zgartirding. Yaxshi. Vazifang guruhni qishloqqa olib borish. Men bombani masofadan joylashtirdim. Agar biror noxush hodisa sodir bo'lsa, uni bemalol portlatishing mumkin. Rahmat, Oleg. Aloqada bo'lamiz. Nima? Xohlagan paytim portlataman deysizmi? Bizni o'ldirmoqchimisiz? Olga, hammamizni o'ldirmoqchimisan? Yo'q, men buni ko'tarmayman. Bu ahmoqlik. Olga, buyruqni bajar. Bu buyruq. Menga tegmang. Eshit, Olga, agar tinchlanmasang, seni qamab qo'yaman. Olga, buni qilishing kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishon. Hammangizni jin ursin. Bu la'nati g'orlarda Olga uzoq vaqt tinchlana olmadi. Jin ursin, biz tajriba quyonchasi emasmiz-ku. Biz bu yerdan qayta olmaymiz. Aniq o'lib ketamiz. O'lmaymiz. Men senga g'amxo'rlik qilaman. Fond bizni qo'yib yuboradi deb o'ylaysanmi? Agar biz bu yerda o'lsak, albatta Jim, biz yetib keldik. Biz qishloqqa yetib keldik. Aslida u boshqacha ekan. Xunuk uylar va juda ham ifloslik. Nega kasallar bu haqiqatni ko'rmaydi? Balki aksinchamikin? Bu illyuziyami? U yer esa haqiqiymi? Bu fikrlar meni xayolimdan aslo ketmadi. Bu voqealar xayolimni chalkashtirib yubordi. Jin ursin hammasini. E'tiborsizlik bilan markazga yo'l oldik. Birdan askarlarga bir kichkina bola ko'rindi. Viruslangan bola robot qoldig'ini ko'rsatdi. Bu o'sha bola edi. Ha, bu aynan o'sha bola. U qattiq ovoz bilan qichqirdi. Jin ursin, orqamdan. Atrofimdan kasallangan odamlar yaqinlasha boshladi. Valodiya, men qo'rqyapman. Yonimdan ketma. Yekaterina, bizni topishdi. Vazifani tugata olmadik. Kapitan, ketinglar. Bombani uzoqdan ishga tushiraman. Xo'p bo'ladi. Chekinamiz. SCP fond askarlari viruslangan kasallarni quvlayotganda baland ozg'in gavda yo'lni to'sdi. Maxluq bir qo'lida o'roq ushlab turar edi. Olov uni qo'rqita olmadi. U o'roqni silkitib askarlarga yurdi. Bir lahza u men bilan tenglashdi. Ko'zimga tik boqdi. Shu on ichimda ovoz eshitdim. Yana shu yerdamisan? Bu Ivan edi. U aynan shunday ko'rinishga ega edi. Olgani ko'rib unga yugurdi va o'roqni ko'tardi. To'xta! Sen yo'qol. Bizga xoinlik qilding. Yo'q Ivan, hammamizni qutqardim. Qurshovdamiz, tuzoqqa tushdik. Deyarli hammasi virus bilan kasallangan. Afsus, lekin vazifani barbod qila olmayman. Xayr, kapitan Kromsov. Yo'q, Yekaterina, bunday qilmang. Biz hali shu yerdamiz. Olga, seni sovg'angni bera olmadim.
Hozir ayni vaqti bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimani nazarda tutyapsan? Tug'ilgan kuning bilan, Olga. Bomba qayerda? Bu yana nima? Yo'q. Salom, qo'shni. O, Alek, sen yaxshi joylashib oldingmi? Ha, albatta. Meni yangi uyimga kel. Albatta, xotinim xursand bo'ladi. Kim bilan gaplashyapsan, azizim? Alek bizni yangi uyga chaqiryapti. Unda ishni qo'y, tushlikka boramiz. Ertaga tanishganimizga 1 yil bo'lishini bilasanmi? Albatta, buni unutib bo'lmaydi. Men senga sovg'a tayyorlab qo'ydim. Kris, azizam, bu yer juda go'zal, qara. Afsus, sen bu yerga kela olmading. Azizam, dissertatsiyamni yoqlab olsam, albatta boraman. Kutib qolaman. Mazza qilib dam ol. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham, xayr. Rostdan chiroyli ekan. Bu nima balo? Jenorson, nima bu? Dave, bu senmisan? Hazillashma, do'stim. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'lingizni oling, xohlamayman. Daf bo'ling bu yerdan. Emma, meni tanimayapsanmi? Bu men, Viktoriyaman. Bir necha oy o'tdi. Emma haliyam o'sha hodisadan o'ziga kelmadi. Singlisini bu holatda ko'rish og'ir. U uxlash kerak, iltimos, xonamda gaplashamiz. Norvard, kechirasiz doktor, ishim chiqib qoldi. Eshitaman. Viki, Viktoriya Larson Jenorson. Hozir emas, Visi bizga aqlli xabar berdi. U aqlli xabar berdi. Hayden tog'ida sayyohlar g'alati mavjudotni ko'rishdi. U orqada o'tirib, boshini qo'llari bilan yopdi. Yaxshiki, unga yaqinlashmadilar. Endi biz bu narsani ushlashimiz kerak. U hech kimga xalaqit bermasidan oldin ushlash kerak. Bu hammasimi Norvard? Bizga ko'proq ma'lumot kerak. Uni ushlagandan keyin ma'lumot paydo bo'ladi. Meni eshiting, Larson fondning eng zo'r quroli sizniki. Jenorson, yana sizga nima kerak? Sizga osonmi? Laboratoriyada o'tirib olib aytish oson. Men ham sizni yaxshi ko'raman. O'g'lim, u bunday ish qilganiga ishongim kelmayapti. Xolajon, siqilmang. U hech qachon bunday qilmaydi. Yana bir narsa, xonim. Krisning xonasidan rasmlarimizni olsam bo'ladimi? Albatta, istagan vaqtingda kirishing mumkin. Boshladik. Bitta-bittadan va sekin. Bu maxluq nimaga qodir bilmaymiz. Balki boshini olib tashlash kerakdir. Jim. La'nati. Jenorson. Nojan. Qarang, o'ngga qarang. Maxluq yigitlardan baland qichqirdi. Keyin to'satdan jimlik cho'kdi. O'lik sukunat.
Yigitlar ovozidan obyektga qarash mumkin emasligini tushundim va qurollarimiz unga qarshi foydasiz ekan. Yo'qotadigan hech narsa qolmagan edi. Xaltamni bo'shatib, orqasidan kelib maxluqning boshiga tashladim. Bu yaramas qimirlamadi. La'nati jin ursin. Bu Zulu 9, obyektni tashish uchun yordam kerak. Seni Skart, nega odam jo'natmading? Qancha bolalar o'lib ketganini bilasanmi? Men jo'natganlardan faqat shu ikkalasi bor edi xolos. Nima qilibdi? Baribir maxluq hozir kamerada-ku. Odamlarim hayot evaziga menga tergovga kirishga ruxsat ber. Hammasida o'zim ishtirok etishim kerak. Xo'p, Vik, lekin dahshat endi boshlanadi. Bir necha soatdan so'ng qorovul monitorda uning yuzini ko'rdi. Maxluq o'kirdi. Xonadan chiqib qorovulni parchaladi. Uni na gaz, na tinchlantiruvchilar to'xtata oldi. Keyin u polga o'tirib, boshini qo'llari bilan yopib oldi. Demak, bu g'alati maxluqning hatto suratiga ham qarab bo'lmas ekan. Shuning uchun biz uni barcha rasmlarini, hatto videolarini ham o'chirib qo'ydik. Unga teksa bo'ladi. Yuzini ko'rishingni u qanday sezadi, jin ursin? Bilmayman, lekin aniqlayman. Yo'q, aniqlamaysiz. Uni yo'q qilish uchun so'rovnoma yubordim. Mendan so'ramasdan-a? Nima, hali ham tushunmadingizmi? U metal kubni qog'ozday yirtib tashladi. Xavf juda ham katta. 096 obyektni yo'q qilish masalasi ko'rilayotgan paytda Norwood tajribalarini boshladi. Men boshqalar zarar ko'rmasligiga harakat qildim. Maxluqqa mayoqli yoqa taqib, nazorat hududiga hammomga D sinf xodimini joylashtirdik va uni ko'lga tashladik. D2188 oldingizda konteynerda rasm bor. Uni qo'lingizga oling. Tajribachi o'sha uyatchan yigit, ya'ni maxluqning rasmini ko'rgach, obyekt saqlash kamerasidan chiqdi. U bexosdan atmosferaga kirib, uni osonlik bilan yirtib tashladi. Bechora odamni o'ldirdi. Keyin suvdan chiqib, qirg'oqqa tinch o'tirdi. Unga qop kiydirib, kameraga olib kiring. Yo'q qilish yagona chora ekan. Yo'q qilish yagona yo'l ekaniga ishonchingiz komilmi? Norwood, mening qo'mondonligimga yangi guruh tayinlandi. Ular sizning tajriba quyonchangiz bo'lishini va azoblanishini istamayman. Men xavfsizlik ustida ishlayapman. Shifrlash ko'zoynaklarini ishlab chiqishni boshladim. U ko'zoynak bilan maxluqqa qarasa u sezmaydi. Keyin SCP kengashi menga murojaat qilib, obyektni yo'q qilishni ma'qulladi. Norwood bu xabardan hayratda qoldi. Albatta u g'azablandi, ammo men bu to'g'ri ekanini bilardim va biz ana shu uyatchan maxluqni yo'q qilishga birinchi urinishni boshladik. Bu biz o'ylagandan qiyinroq bo'lib chiqdi. Qurol, kislota, juda yuqori va past haroratlarni qo'lladik, lekin ana u uyatchan maxluqning yaralari tez tuzaldi. Keyin boshqa g'alati narsalarni ishlatishga qaror qildik. Uni o'z-o'zini tozalaydigan hovuzda eritmoqchi bo'ldik. Avvaliga hamma narsa rejadagidek ketdi. Ana uyatchan maxluq suyaklargacha eridi. Ammo tez orada eti qayta o'sib chiqdi. Hovuzga paydo bo'ldi. Hovuz ishlamagach, boshqa xavfli narsani qo'lladik. Uning qo'rg'oshin qamoqxonasidan kameralarini olib tashladik. O'rniga lazer sensorlari o'rnatib, uyatchan maxluqni ichkariga yubordik. Sensorlarga ko'ra, u qisqa vaqt yolg'iz o'tirdi. Tez orada yana bir tajribadagi maxluq kirdi. Keyin u 096 yuzini ko'rdi. Uyatchan maxluq g'azablanib, ana u chol maxluqni yutib yubordi. Ammo tez orada uning shilimshig'i uyatchan maxluqni qornini kuydirdi. Ana bu chol maxluq uyatchan maxluqni cho'ntag o'lchovi, ya'ni o'z dunyosiga tortib ketdi. Biz uzoq vaqt kutdik. Bu rostdan ham ishladi. Bir necha soatdan so'ng ana bu kamtar maxluq odam cholning dunyosidan chiqdi. Suyaklarigacha yemirilgan albatta. La'nati, yana omadsizlik. Yigitlar, uni qafasga olib boring, doktor Norwoodning laboratoriyasiga. Bolalar, uni qafasga olib borgach, boshidagi qopni yechishni xayolingizga keltirmang.
Xo'p, xonim. Bizning telba professorimizga nima kerak? Kirganimda u meni quvonch bilan kutib oldi. Viki, ular ishlayapti. Shunday ko'rinadi. Shunday? Maydon sinovlari bo'lmagan, lekin 096 ni yo'q qilish imkonsiz. Tekshirishim mumkin. Og'ir ekan, ularni yaxshi ko'rib chiqolmadim. Diqqat, hamma to'plansin. Koridorda 096 da qandaydir muammo bor. Jenursen. La'nati. Birinchi marta bu maxluqqa qo'rqmasdan qaray oldim. Bu yerda nima bo'ldi? Ey, qarama menga, tegma. Bu yerda nimalar bo'ldi? Uni boshidagi qop qandaydir o'zidan o'zi olinib ketdi. Men eski jamoam bunday xato qilmasdi. Qurolingiz jirkanch. Seni yo'q qila olaman. Bular so'nggi surating, Kris. U yer qanchalik go'zal ekanini eslaysanmi? To'g'ri, u yer juda ham chiroyli edi. Bularni sahifangga joylashtirmoqchiman. Sen qalbimizda yashaysan. Bu nima? Yo Xudo, avvallari buni ko'rmagan ekanman. Nima bo'ldi, Norvard? Hayvonchamiz qochib, devorni yorib, bazadan chiqib ketdi. Jenursen, bunday tugashini bilardim. Operatsiya Alfa ustuvorligi toifasiga kiritildi. U butun shaharni vayron qiladi. Siz haqsiz, uni yo'q qilish kerak. Oldingi yigitlar, qani bu ablahni qaytaraylik. Viki, ular yordam berish shart. Ha, bumi? Rahmat senga, Norvard. Qani uchdik. Men maxluqning radio signalini kuzatib bordim. U guvohlarni o'ldirib, noma'lum joyga yo'l oldi. Ana u pastga yo'lni to'sing, jangga shay turing. Qurollarni tayyorlang. Biz qurollangan edik. Norvard xavfsizligimizni ta'minladi. Kimga duch kelishimizni bilardik. Jangga tayyor bo'lganda kutilmagan hodisa yuz berdi. Xonim, ko'zoynak ish bermayapti. Men uni ko'ryapman. Bu nimasi, Jenursen? Qo'yib yubor uni, qo'yib yubor. Jenursen, la'nati, bu ko'zoynak ishlamayapti, Norvard. Unga qarama, hoy qiz, ko'zingni yum. Men uni rasmda ko'rganman. U men uchun keldi. Demak, maxluqimiz unga hamla qilyapti. Qizga vertolyotga chiqishni buyurdim. Zlata, uni bu yerdan olib ket. Yo'q. Qani, ko'taril. La'nati. Nima bo'ldi? Ular tezroq bu yerdan ketishi kerak. Nima bo'ldi bilmadim-ku, u menga tegmadi. Keyin u balkonga chiqdi va qizni tortib ketdi. Yo'q, yo'q. Jenursen, u nima qilyapti? Ish hali tugagani yo'q. Tozalovchilar uyatchang maxluqni tekshirish, jasadlarni olib tashlash va amneziyani qayta ishlash bilan shug'ullanyapti. Norvarddan so'rayotgan savollarim bor edi. La'nati, men obyektning yuzini ko'rdim. Nega u menga tegmadi? Sen tufayli o'lgan odamlarni, jangchilarning ismini bilasanmi? Ko'zoynak nega o'chganini bilmayman. Ularni hali sinamadim. Sinamadim?
Tinchlan Viki, uyatchang maxluq bilan kurashish yo'lini topdim shekilli. Meni yaxshilab eshit. 1983 obyekti bizga yordam beradi. Hech qayerga olib bormaydigan eshik ham muammo, ammo sinab ko'rish kerak. Men allaqachon uni tayyorlashga buyruq berdim. Viki, jarohat oldingmi? La'nati, sezmabman. Bu ehtimol keyin qanaqasi bu? La'nati, nima bo'ldi? Jenursan, tinchlan Viki, bu allaqachon bo'lib o'tib ketib bo'ldi. Norvard, men kimman? Miyangiz insoniy, lekin tanangiz biomexanik avtonom tuzilma. Tushunmadim, men robotmanmi? Viki, juda uzr so'rayman. Aytishni xohlamadim, lekin sen bir necha oy oldin vafot etgansan. Baxtsiz hodisa. Sen va singling mashinada edingiz. Emma tirik qoldi, lekin sen omon qolmading. Miyangni neyron tarmoqqa o'tkazishni sinab, miyangdan sinpaslarni olishga ulgurdim. Men ishona olmayapman. Endi hamma narsa o'z joyida. Emma meni ko'rishni xohlamaydi. Bu tabiiy, sen asfaltda majag'lanib ketgan eding. Ana uyatchang maxluq yuziga qaraganimda menga tashlanmadi. Uni suratga olgan kameralarga hujum qilmaydi, faqat odamlarga hujum qiladi. Meni shunchaki bir matoh demoqchimisan? Yo'q albatta. Sen hammamizdan afzalsan. Chunki men odam emasman. Men o'ylab olishim kerak. Norvard, meni yolg'iz qoldira olasanmi? Albatta, Viki. Janob Norvard, bizda axborot bor. Nima bo'ldi? 096 bilan yuborilgan obyekt, u bilan tushgan rasmini internetga joyladi. Jenursan, barcha ma'lumotni o'chiring va tezroq, favqulodda vaziyat, eshikni yopiladi. Hamma eshik oldiga 18-koridorga to'plansin. Tezroq yuring, eshikkacha to'xtamang. Agent Larson qayerda? U band, usiz ham eplab bo'ladi. Shoshiling. Tezroq. Qani hamma birga otsin. Va nihoyat, eshikni yoping. Ehtiyot bo'ling. Tezroq. Viki, nimani o'ylading? Ehtimol meni shu maqsadda yaratgansiz. Bu meni vazifam. Viktoriya, yo'q. Xayr, qahramon Viki. Obyekt 096 yo'q qiluvchi eshik orqali g'ira-shira fazoga yuborildi. Barcha foto va video dalillari yo'q qilindi. Guvohlar sinf amniziya bilan ishlov berildi. Xavf bartaraf etildi. Shunaqa gaplar. Viktoriya Larsonga nima bo'ldi? U o'zini qurbon qilib, g'ira-shira fazoga tushib qoldi. Marhum ro'yxatga olindi. U qahramonlarcha halok bo'ldi. Yaxshi, unday bo'lsa, ishni arxivga topshiring. Xo'p, janob. Mayli. Norvard, xotirjam bo'l. Hammasi ortda qoldi. Sen xavfsizlikdasan. Endi uyga. Bu nima bo'ldi?